o'sha uzoq kutilgan demayman-u, ana shu qurol modini, оружие modini ko'rsatib o'taman. Videoni cho'zib o'tirmayman. Videoga go. Короче, ana shu mod, mana bu yerda miltiqlari bor, ancha narsa bo'lmasa ham narsalari bor. Keyin atak mana bu narsa ham kerak bo'ladi. Bu o'q. Ko'rsatib o'taman. Atak bizga gulishtir qo'yish uchun avval o'qni to'ldirib olish kerak. Bu olindi o'q, hammasini o'qi bor. Keyin esa o'qlash, buni o'qi bor. Bu o'qlaydi hozir 3D formatda, lekin seriallar jo'naynimida faqat bitta nozik joyi daraja to'plash kerak. Mana bu idishchani olib nechinchidir daraja qilish kerak. Ancha vaqt oladi. Hozir nechinchidir daraja bo'lib qolgan bilmayman-ku. Lekin mana o'rgatib o'tayapman. Bu modni qayerdan yuklab olishni video oxirida o'rgataman. Chap qo'lga olamiz, keyin mana bu mo'ljal tugmasini bosamiz. Mana. Va bu mana buni bosasizlar. Mana misol uchun laser deb qo'yilgan. Mana bu yerga lazer qo'yildi. Keyingisi bu yerga mana daraja 65-daraja kerak deyapti. Keyingisi gulush cho'tlagich desak ham bo'ladi. Keyingisi o'q, bunga nechinchidir kerak. Короче, levellar kerak. Mod obzor shunaqa. Ikkinchi qo'ldan olasizlar ochish uchun. What the fuck? Ana. Birinchi ochrat bizda mana bu o'qlar bor. Keyin granata, hamma narsalar bor. Parashyut 3D holatda. Keyin qiziq narsalari bu yerda yadroviy bomba, shunga o'xshaydigan narsalar bor. Hozir bittasini ko'rsatib o'taman. Mana endi esa mana bu yadroviy bomba shun edimi? Mana. Samolyot. Ana o'tdi. Menimcha shunday bo'lsa kerak. Keyingisi mana bu. Miltiqdimi bu? Yo, mana. Bunisi bilmayman-ku. Короче, video qisqa bo'ldi, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yo, what the fuck? Video qisqa bo'ldi, kanalga obuna bo'lib qo'ying, like bosing. Короче, modni qayerdan yuklaymiz desalar, shortsda bor, shorts qo'yganman. Короче, shortsdan ko'rib olasiz. Adamay agar